sichqon tusha, kalamush tusha, sichqon tusha deb taomda zerikdingizmi, sichqon kalamushlarni quvlaverib, havo ham isib ketdi. Aka, marojnadan 10 minglik solib bering. Mana buni qaranglar, marojnaning zo'rligini. Aka, bo'ladi, yetadi. Qadrdonlar, taomga endi yangilik bo'ladi. Sichqon, kalamush, qurt, qumursqa umuman bo'lmaydi. Bu penal lombos bo'ladi. Namanganda Uchqo'rg'ondan Qo'g'ay qishlog'idagi ustakalarimiz hozir zo'r qilib 1 kvadrat metrini atiga 35 mingdan qilib beryapti ekan. Ya'ni 35 ming so'mligi 5 sm qalinlikda bo'lar ekan. 35 ming ichiga usta haqi, yoziladigan materiali, mana shu penalari hamma yo'q ichida 35 mingdan. Agar 7 sm qalinlikda bo'ladigan bo'lsa 45 ming so'mdan. Bu aytilyapti turgan narxlar faqat vodiyga, Farg'ona, Andijon, Namanganga, Toshkent, Vohaga boshqacha narx bo'ladi, kelishiladi. Endi tomingiz qishda issiq, yozda salqin bo'ladi. Ko'ryapsiz, aka, ko'rsating, loy lombosni yorilib, somonlari chiqib, sichqon kalamishlar u yoqqa tashagan. Mana bu lombos desa, unaqangi narsalar bo'lmaydi, qadrdonlar. Xizmatlar O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holda bo'ladi. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Endi uyingiz issiq va salqin bo'ladi. Tamom.